Nima xabarlar bor? Xabarlar uncha bak ichinchlik emas. Zulayxa bilan bo'lgan voqea hammalarga pur ketibdi. Xuddi boshqa ishlar yo'qdek, bu ishga har xil ta'birlarni berishyotdi. Zulayxa tizginlarini nafsiga topshirib beribdi. Va bu osiy nafsi uni halok qiladi. Agar nafsini tizginlay olsa, qutula oladi. Yuzarsiz hazratlari, Zulayxa aqlli va go'zal bir ayol tursa, neymiş qo'ndan qochsiz? Zulayxadan emas, jahannamning o'tlaridan qochdim. Go'zal va tangdasiz sevgisi bo'lgan kishi Zulayxadeklarga ko'ngil bermaydi. Va'da berilgan kunning, ya'ni qiyomat kunining azobini ko'rgan har kim Zulayxaning sevgisini jahannamning o'ti deb biladi. Yuzarsiz hazratlari, bu taqoqliq ishkilarning ichilib ketishi va buvoqning gap qilishi qanday yuz berdi? Qanday aytib bering? Kishilar sizni sehrgarlik qilgan o'xshaydi deyishyotdi. Bütün bularning hammasi Allohning man qilgan yaxshiligidir. Bir mezgil meni o'z holimga tashlab qo'yganini, Zulayxaning yanida yolg'iz qolganligimni o'yladim. Ya'ni up-ochiq shaklda ko'rdim. Meni yolg'iz qo'yg'iniga o'xshash, mening bütün ahvolimni ko'zitib turdi. Salam qilmagan o adabsiz kim bo'ladi? Yuzarsif degan shu. Potifar nerede? İbadetxonaga qadam tashrif qiling apandim. O hozirlik keladi. Marhamat hazratlari. Potifar canapları ve Zulayxa geldi. Mısır'ın ulug' kahini Anki Mahu Hazretleri sarayımızdaki g'ayriban ibodatxonamizga qanday xo'p qadam tashrif qildi ekan? Amonra intayin numus ichida qoldi. Dushmanlar tarafidan past ko'rildi. Zulayxa Amon ibodatxonasining ilohiy va Misrning ikkinchi cho'ng boshqaruvchisining ayoli. Bundaq bir numusga qanday yo'llashding? Nimishqa Amonning hurmatini qo'ldaniding? G'ururing qani? Siz Amonga dushman bo'lgan ve fırsat topsizlar ibodatxona rohiblari bilan tutishadigan bir imonsizga ko'ngil beribsiz. Siz o'zingizni qaysi ilohga e'tiqod qilganini aniq bo'lmagan bir kelgundagi topshirib, haqiqatan noma'lum bir ilohning oldida Amonning yuzini tushirdingiz. Amon ibodatxonasi rohiblarini
Bu nomus kuchukli qiladi deb o'ylab qoldingizmi? Agar Misr aziz Potifarning ayoli bo'lmagan bo'lsang, intayin egri shaklda jazolandim. Nima demoqchisan? Qaysi yo'l bilan menga gap qilmoqchisan? Men o'zimni qo'g'dash uchun bir fursat tilayman. Ankmahu hazratlari fursat berami? Anglayman. Tanidingina. Menga bir qancha kun muhlat bersangiz, gunohsiz ekanligimni isbotlayman. İzzat hurmatingga tushgan bu dog'ni qandoq pokizlaysan? Men bu g'aybat shikoyat xalqisining og'zini aytmoqchiman, apandim. Qani ko'r paqayli, qandoq qilsan qani? Amonning to'kilgan qadr qimmatini hech qandoq bir nima asliga keltirolmagan. Ankmahu'nun şu taptanlar bilen yürgümge sunulgan şu zehirlik şarapni sen onunğa sundun. Bo'lmasa Ankmahu bilen Padyamun uyimning oldida qolgan ikki mübettar bicharni bile idi. Karimama. Nemish xonim? Cho'ng bir ziyofat tayyorlanglar. Saroyning va shaharning aslzodalarining ayollarini taklif qilinglar. Ularga ko'rsatilganim bor. Hamma kishini hayron qoldirmoqchiman. Meni chaqirtib ekansiz. Biror topshirig'ingiz bormi? Senden kichikgina bir ishni o'tinmoqchiman. Atigi ziyofat uchun eng chiroyli kiyimlaringni kiyib, yasinishingni va men chaqirgan chig'imda yig'ilishga kirib, oldimga bir tovoq mevani qo'yib, qaytib chiqib ketishingni umid qilaman. Bu o'tinishimni qabul qila olasanmi? Andish qilmang. Xalqiningizcha bo'lsin. Ketsam bo'ladi. Barliq mehmonlar uchun yumshoq yostiqlar va to'shaklarni tayyorlanglar. Nihoyat rohat o'ltirishni xohlayman. Ular uchun eng yaxshi tamoq, eng yaxshi ichimliklarni tayyorlanglar. Xeyli ko'p miqdorda mandarin va mehmonlarning soni bilan barobar o'tkir pichoq tayyorlanglar. Potifar hazratlari ruxsat berami? Nima demoqchisan? Qani so'zla. O'ylig'ingizdek nachar emasligimni isbotlamoqchiman hazratlari. Menga bu fursatni berasizmi? O'zingni ziyonkashlikka uchirg'ich ko'z tutishning o'rniga xatolig'ingni tunib bir oz burun bo'lsa-mu o'zingni tuzatishga tirishqining yaxshi. Men sizdan uncha ko'p narsani talab qilmadim. Ziyofat zalidagi pardaning kaynida turib bir qancha minut zalda yuz bergan voqealarni ko'rib beqishingizni umid qilaman. Qaysi voqealarni? Misrli xotinlarning oldida izzat hurmatimni asliga keltirish qaroriga keldim, apandim. O'tinishimni qabul qilgan bo'lsangiz. Qabul qilaman. Minnatdorman.
Dastlabda bu taklifni qabul qilmaydigan edim. Shundaq bir cho'ng numusqa qolgan birsining taklifiga qo'shilmoqning o'zi numusdir. Yana erim Padiyamın taklif qo'shilishimni umid qildi. Men mukammal deb o'ylagan edim. Ammo qiziqib qoldim. Yuz bermoqchi bo'lgan bu ishlarni ko'ray deb keldim. Men bu yerga Yuzarsipni ko'ngili keldim. Zulayxani asir qilib olgan u odamning kimligini bilgim keldi. Yuzarsipning bu yerga kelganligini qanday bilsam? Agar Qashqadagi yo'l bo'lsa qachatdim. Bu shaytonni yig'ilishqa meni kirmang deb azoblaydi. Misrning büyükleri ve esilzadilari bugün bu ziyofatda o'tkir pichoq ve shirin tamlik mandarin aramızda hüküm sürdü. Sizlardan o'tindig'inim men ishorat qilgan hamon mandarinni yeyishni boshlasanglar. Bu alohida bir ziyofat sababini keyinroq bilib qolasizlar. Endi bu meyveni yeyishni boshlasanglar bo'ladi. Yuzarsip içiga kirsin.
haqiqatan go'zal. Kelishgan ekan. Onlardan bu güzel birisini ko'rib bakmagan edim. O bir insan emas, güzellik ilahi. O güzellikte hakikaten ilahlığa okşaydı ekan. Birli buluşun talep qilgan qulni ko'rdinglar. Men onunğa yomon niyatli bo'ldim. Ammo o ish-bitini saqladi. Sizlar uni faqat bir qatim ko'rdinglar. Va bu shaklda o'zinglarni yo'qotib qo'ydinglar. Ammo men uni har kun ko'raman. Har kuni uning ko'z oldimda. Sizlar mening o'rnimda bo'lsanglar, qanday qilardinglar? Qani javob beringlar. O insan suratli farishtadir. Yer yuzini yo'ritgan samoviy nurdir o. Samavi dünyadaki barliq kiyim-kechaklarni kiyib olgandeklar. Belki insan kimini kiyib olgan bir ilahdir. Belki o güzellik ilahidir. İnsanlarni o'ziga ishondirish uchun yer yuziga kelgan bo'lsa kerak. Hammamiz ko'rdikki, Zulayho haqli ekan. Biz ko'rgan bu yuzlar sifargizmi odatdagi odam emas ekan. So'zlaganlaringlarning hammasi jo'ylaganlik. Uni bizga o'xshash bir inson. Sizlardan so'rab boqay. Bundoq farishta xuluqliq birisining sevgisini orzulamoq sizlarcha xato ishmi? Hozirmi meni to'g'ri yo'ldan ezib ketdi deb o'ylamsizlar? Yo'q. Zulayhoning gunohsiz ekanligini e'tirof qilamiz. Xatolashgan, tuhmat qilgan, g'aybat qilgan biz Misr xotinlari. Men shuni isbotlamoqchi edim. Rabbim, barliq gunohkorlarning gunohini afv qil va meni bu shaytonlarning yomonligidan qo'g'da. Bugungi ziyofatning maqsadi mana shu edi. Endi ketsanglar bo'ladi. Hamma ishni aniq ko'rdim. Tushuntirishning hojati yo'q. Qanday natija ko'rmoqchisan? Natija siz uchun aniq emasmi? Menga yetib oshqisi aniq. Misrlik ayollarning yuzarsifni ko'rib, qo'llarini kesganligi orqali sening yuzarsifga o'zingni taqdim qilganligini to'g'ri ekanligini isbotlamoqchiman. Sen o'zingni Misrning yosh va kunini kunatgan ayollar bilan selishtirmoqchiman. Ularni sana o'xshash. Sen bu ularga o'xshashgansan. Sen nimishqa o'zingni ishbetlik ayollar bilan selishtirib boqmaysan. Yuzarsifga xabar yetkazish uchun menga bir qancha misrlik xotinlarni tepib beringlar. Xonim, bu ko'ngilsizlikni oqlashtirgan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Biz sizning kelgusingiz va Potifar janoblarining shoy-sharif uchun andish qilyapmiz. Bu sizlarning ustinglardagi vazifa emas. Sizlarga nima desam shuni qilasizlar. Mening gapimni Yuzarsifga yetkazinglar. Yoki mening xolig'imga bo'ysunadi, yoki bo'lmasa
Onu zincir bilan bog'lab, onun cezasını beraman. Onun Züleyxaning sharaf va hurmat dabdisini yirtqanligini va shiddatli erishishning oxirgacha davomlashganligini aytinglar. Qaysi ayolni bu vazifa uchun munosib ko'rdingiz, xonim? Men nima bilaman? O'zlarida Yuzarsif bilan paranglashqidek jur'ati bo'lgan har qanday ayol bo'laveradi. Rabbim, eğer bu xutularning hilesini berbat qılanmasam, ularning planlarını amalga oshirishga yo'l qo'ysang, men mag'lub bo'lgan bo'laman. Bu adil emas. Züleyxa seni altınga setib oldi ve yıllardan beri sana mehr muhabbetini berdi. Senin onunla karşı çıkıp zulüm kılışın doğru emas. Bu itaatsizlikning natijasi zindandan boshqa yer emas. Bilishinglar kerakki, Zuleyxaga asla bo'ysunmayman. Eğer onunla bo'ysunsam, Allah'a karşı çıkan bo'laman. Mayli emse, bizning birimizni tanla. Şübhesiz ki bizning sana bo'lgan sevgimiz Zuleyxadan qilishmaydi. Sizlar nima degan dona? Mening ustimda haqiqiy xo'jayinim bo'lgan Zuleyxaga gunohli ishlarda itoat qilmagan tursam, sizlardek notinishlarga itoat qilamdim. Sizning go'zal va suyumli chehrangiz mehribon qalbinda ekanligingizni ko'rsatib beribdi. O'ziga oshiq bo'lganlarni ranjitish sizga yarashmaydi. Xato orzularinglarni yana bir qatim takrorlagidek bo'lsanglar, hurmat va itoatni qayirib qo'yib, sizlar tushunadigan tilda so'zlayman. Shunisi aniq bo'ldiki, Yuzarsif hazratlarini o'zini har qanday jazoga loyiq ko'ribdi. Bizmi va Zuleyxami bu istaklarimizdan hargiz voz kechmaymiz. Agar kerak bo'lsa hazratlarga zindon jazosini hadya qilamiz. Zuleyxa tarafidan avatilgan sovg'at. Payg'ambarning quchug'ida cho'ng bo'lgan birsi, shahvatparast va hiylagarlarning hiylasiga aldanmas. Azaliy va abadiy bo'lgan yaratquchining o'zidan yuksaklikka qarab ushgan huma qushi qog'larning to'zg'iga tushmas. Yuzarsif hazratlariga salom. Manga ta'zim qilma, Mimi Sabo. Kechiring efendim. Ko'nib qoptiman. Chunki kichik vaqtimdan beri menga cho'nglarga mushundaq hurmat bildirishim kerakligi o'rgatildi. Hammamizning udulida ta'zim qilinishi kerak bo'lgan bu buyuk men emas. U haqiqatan uningga loyiqdir. Nimaga kelding? Bir ashq kelganim yo'q. Nima demoqchidim? Ha, rost. Shunaq topdim. Eringizdan chiqqan bu ayollarning Zuleyxaning yoniga ketganligini aytmoqchi edim. Bu nihoyat tabiiy albatta. Ular bo'yin egishim uchun Zuleyxa tarafidan avatilgan ayollar. Hozir maqsadiga yetamaganligini aytmoqchi bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Sendan so'rab boqay Mimi Sabo. Bu qo'lyonliqlarning ma'nosi nima? Bularni nemishqa yerga tashlagansiz efendim? Bular oshiqlikning simvoli. Birisini o'zingizga oshiq qilmoqchi bo'lsangiz, uningga bu qo'lyog'liqlardan berisiz yoki uningga bu qo'lyog'liqlarni avatisiz. Ammo siz bularni yerga tashlab yetibsiz. Kashki birasi men bu qo'lyog'liqdan avatgan bo'lsa, meni intayin qo'shaq qilayotgan bo'lardi. Ma'qul. Bo'ladi. Siz meni katta otamsiz? Qaytishim kerak. Aslida so'zingizda gapim qolmagandi. Ketdim efendi. Faqat go'zallarga bunday muomala qilmasangiz kerakdi. Shunaq
Qandaqlık qilsak uni qayli qilamidik? Taş bo'lsa-mu erib ketadi. Nimishqo'da yuzarsib tashdimi qattiqkan? Har qancha qilibmi uni gapga kirgizamidik? Tatqan jafolarimizning hammasi bekor bo'ldi. Undaq sizlarcha qandoq qilsam bo'la? Hech bir yo'l yo'q demoqchimisizlar? Yuzarsibni zindonga tashlang. Birdan-bir chorasi shu. Zindon? Balki u qo'rqinchli joyda sizning uniga ko'rsatgan marhamatingizning qadriga yetib qolishi mumkin. Zindonning qandoq joy ekanligini ko'rib, balkim sizga bosh egib qilishi mumkin. Ammo men undaq qilmayman. Zindon uni mendan yiroqlashtirib etadi. Bu jahilning itoat qilishini xohlamsiz, xohlamamsiz? Bu bir qiynash usuli. Yuzarsizning irodasiga bo'ysundirmoq uchun ma'lum mezgillik turma. Shundoq, uni shundoq jazolashing kerak. Aslan bo'lsa, uni zindondan chiqarsan. Yuzarsizni yetishki hujurga chaqir. Hocalar hazretleri. Sizni xonim chaqiryapti. Mayli. Hanım Zuleyxa'ga salam. Yaş hem kirishgan ho'jdarimizga salom. Hozirmi bizning qarashlaringni qachiramsan? Sendan xohlagan narsamni qayta bir qatim so'ray deb chaqirgan edim. Bunda xiyolda bo'lmang. Chunki javobim o'zgarmaydi. Hozirmi mendan ranjivatamsan Yuzarsi? O kundagi ishlar uchun sendan kechirim so'rayman. Men gunoh o'tkazishga qo'shilmayman. Siz mo maqsadingizga yetolmaysiz. Bilishing kerakki, Zuleyxa yo'q degan so'zni tonimaydi. Men seni yaxshi ko'raman. Sana ega bo'lish uchun har qanday ishdan yanmayman. Cehennem o'tlariga tashlansangizmi yaxshi ko'ramsiz? Cehennem o'tiga? Yo'q. Ammo zindonga. Meni bunga majburlama. Voz keching xonim. Meni va o'zingizni texmi past qilmang. Potifar hazratlari bizga hech qanday yomonlik qilmadi. Uning manfaati bilan o'ynashmang. Seni bu yerga menga nasihat qilsin deb chaqirmadim. Bosh egmaydig'ini menga tushunishlik. Bo'ladi amsa. Endi ketsang bo'ladi. Shuni bilib qolginki, buningdan keyin Zuleyxa qalbida bir yurak emas, balki bir tosh ko'tarib yuradi. Ketgin. Saray men uchun izchil zindondimi battar bo'lyapti. Izchil bir töhmet yoki yangi bir töhmetni kutish ichida yashayapman. Zuleyxaga itoat qilmaslikni o'ylayapsan. Undaq bo'lsa, bu yerdan qochib ket. Men senga yordam qilaman. Agar bu yerdan qochib ketsam, barliq gunohlarning hammasi menga otilmamdi.
Podsho Amonotepning yeniga borgin, u chuqum sana yordam qiladi. Amonhotep? Shubhisizki mening parvardigorim Amonhotepdan texmi qudratlik. O bo'p o'tgan ishlarni ko'rib turdi. Potifarning qo'lidan bir ish kelmasmi? Potifar hazratlari Zulayxoni gunohkor ekanligini bildi, lekin nima qila oldi? Biz bir amal tepishimiz kerak. Ularni zindonga tashlaymiz deb tahdid sapdi. Vaqtni o'tkazmay bir ish qilaylik bo'lmasa. Men zindonni bu ayollarning mendan talab qilgan gunohli ishlaridan bakrak yaxshi ko'raman. Men her ishga qodir bo'lgan Allohga sig'inib sabr qilaman. Mevlam görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Aqlimga biror fikr kelmadi. Maxfiy saqlagan sirlarim har kishining tilida. Yalvurdim, haqoratladim, ammo foydasi bo'lmadi. O gapimga kirmadi. Men yana yomon bo'ldim. Qilgan nazarimga kar qilmadi. Sen aytib baqa. Qandoq qilay? Azaliy va abadiy dushmanlarim bo'lgan eslzod ayollarni zindonga silishning yaxshi charish ekanligini aytdi. Qandoq qilishim kerak? Misrlik isilzoda ayollarning va sizning dardinglar o'xshash bo'lgani uchun darmoninglarmi o'xshash bo'ladi. Menmo zindonga tashlashiga qo'shilaman. Bo'ladi undaqda. Deyininglardek bo'lsin. Bugundan e'tiboran Yuzars boshqa bir Zulayxoni ko'rdi. Bundan keyin Zulayxoning oshiqona chehrasi nafratlik qora yuziga aylanadi. Hazratim, bu yoq Apopis. Podsho Amonotepning oshxonasiga mas'ul bosh oshpaz. İlahlar seni qo'g'dag'ay. O'zi Amonning haqiqiy e'tiqodchilaridandir. Amon ibodatxonasi ibodatlariga bir qancha qatim guvoh bo'lganman. Bu kunlarda ulug' ilohimiz intayin qayg'u ichida. Xeli bir mezgildan beri ba'zi qarang'u qalblik erlar uningga qarshi plan tuzmoqda. Ham uni o'ttirdan qoldirib etishni planlamoqda. Amonga ishonganlar uningga beparvo qaramasdan balki uni qo'g'daydi. Ammo men hozir butun vujudi bilan Amonga ishongan, e'tiqod qiladigan bir muncha odamlarni taniyman. Soni albatta oz emas afandim. Men oz qolgan bu 4-5 kishining tarqalib ketishidan andish qilyapman. Afsuski bütün xabarlarni xalqqa anglatish mumkin bo'lmaydi ekan. Chunki bu xabarlar odamga hech bir oromlik bermaydi. Shubhisizki Kimon hazratlari Amonotep va Potifar haqida ba'zi gaplarni aytdi. Bular ishonish intayin qiyin hazratlari. Dastlabda bizmi ishonmagan. Ammo hozir 3-Amonhotepning Potifarga ibodatxonaga hujum qilib, Amon va uningga ishonganlarni yo'qotish maqsadi bilan buyruq berganligini bildik va intayin qayg'urdik. Hazratim, yushirishning nima hojati bor? Podsho Amonotepning ibodatxona va ibodatxona qoidalariga yaxshi ko'z qarash demasligini men his qilgandim. Ammo Amonga dushman ekanligiga ishonishim mumkin emas. Podsho yerim iloh hisoblanadi. Ilohning o'g'li tursa u azoblagan va gunohkor bo'lganmi? Dal mana shu. Ilohlarga xizmat qilishning o'rniga ularga xiyonat qilish og'ir gunohdir. Intayin yomon ahvol bu. E'tiqodsiz Potifarning vositasi bilan ibodatxonaga hujum qilib qalbi qilsa, ham Amonni, ham uningga ishonadiganlarni yo'q qiladi, gumron qilib yetadi. Bu xil ahvolda bir ish qilishimiz kerak. O'ltirib saqlaymizmi? Nemishqa Ankamahu hazratlari askariy kuch to'plab Amonotepga hujum qilmaydi. Biz bunda qilsak, bir muncha gunohsiz kishilarning qonining to'kilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Men bundaq bir jinoyatga ko'z yumib turolmayman. Amiz qanday qilamiz? Uyda o'tirib saqlaymizmi?
Men bu voqeaning oldini olish va Amon'ni qo'g'dash uchun bu urushga sababchi bo'lgan kishini o'ttirdan g'o'litib etishning nihoyat to'g'ri ekanligini o'ylayapman. Avval Amon o'tdi, ondan Putifar. Biz bu muhim ishni bajarish orqali Amonni xushnud qiladigan bir kishini izlayapmiz. Bu kishi Tangriga sendek e'tiqodman bo'lishi kerak. Yo'q. Yo'q. Men qilmayman, efendim. Men qilmayman. Men bir ilohni o'ltirmayman. U yerim iloh hisoblanadi. Yo'q, mening qo'limdan bunday ish kelmaydi. Sen mening Amon ibodatxonasining ulug' kohini va yerim ilohiy ekanligini bilasan. Sendan so'rab baqay. İlahlardan bo'lgan va ulug' iloh Amonga dushmanlik qilgan birining gunohi odatdagi bir kishining gunohidan bakrak ig'ir emasmi? Masalan, sen bu muqaddas vazifa bilan ham ulug' Amonni, ham minglarcha kishini halok bo'lishdan qutqiza olaysan. Undaqda men qanday qilaman? Bolalarım va ayolimning ahvoli qanday bo'ladi? Sana va oilangga kelishi mumkin bo'lgan kichikgina xatar so'zning temisi emas. Bu ishni qilish intayin oson. Men sana buning yo'lini aytib beraman. Hayotining oxiriga qadar oddiy bir oshpaz bo'lib yashashni xohlamsan? Misrning xazinasiga yoki tarixchiligiga mas'ul kishi sen bo'lib qilishing mumkin. Men xazinador Misr tarixchiligini qo'ychisi buningga qo'shimcha qilib hamma masalani hal qiladigan yuzlarcha oltin. Necha oltin dedingiz? 1000 oltin yetamdi. İşki min altın yetidi. Çünkü sarayda ben qayıl qilsa bo'lmaydigan bir do'stim bor. Agar 2000 oltin bo'lsa, Çataq yo'q. Amonning ulug' boyligidan uni qo'g'dash uchun foydalanish kerak. Hazratim, agar g'alaba qilolmasak yoki tutilib qolsak, ayolim bilan bolalarim qanday qiladi? Tutulib qolgan ahvol ostida mendin, Kimondin yoki ibodatxonaning oldida bo'lgan iltifotdan so'z ochmasang, ayoling bilan bolalaring Amonning qo'g'dishi ostida bo'ladi. Agar biror eg'iz gap qo'g'dak bo'lsang, oilam va bütün tuqqanlaring Amonning la'natiga uchrab halok bo'ladi. Buni esingdan hargiz chiqarma. Efendim, Hanım Züleyha kelishga ruxsat so'rayotdi. Bu Kan'onni qo'l amringizga qarshi u kechi bo'lgan ishlarni hamma odamga yeyib etibdi. Nima demoqchisan? Eniqroq so'zla. Ko'rib turibdimanki, bu xabarning bizga qanchalik ziyon yetkazganligidan bexabarsiz. Har yerda Misr azizining o'z qulini ayoli bilan birlikda ko'rganligini, ammo ko'rmaslik sog'lig'ini so'zlanyotdi. Nima degan yurginishlik? Uningga hech qanday jazo berilmabdi. Hatto uni chekib qo'ymabdi deyishyapti. Gunohsiz birisini zindonga selishimni arzu qilyapsan. Birinchisi hech gunohsiz emas. Sir saqlayapti. İkinchisi qisqa mezgillik bo'lsa-mu jazo beraylik deb o'yladim. Masalan, nima jazo? Masalan, zindonga tashlasangiz bo'ladi. Shubhasizki, Yuzarsifning zindonga selinishi so'z cho'chaklarning oxirlashishiga sabab bo'ladi.
qanday qaror chiqarsiz afandim? Men birdam o'ylanib olay. Sen gideva. Qarorımni keyin aytaman. Inaros. Inaros. Qayerdasan? Ben bu yerda Apopes. Nima ish bo'ldi? Do'stimni ko'rgani keldim. Qanday bo'lmabdi-ma? Sen bu yerga dastlabmi qo'ymayding? Biror ish bo'ldimi? Demakchi bo'lganlarimni qayerdan boshlashimni bilmayapman. Odam ko'ni do'sti bilan muondashqisi, qayg'u xushalliqlarini o'rtoqlashqisi keladi. Shunasini izlab kelishim. Men nima qilib beralayman? Bilamsan, men itqatliq bir odam. Ilohlar qilingan xiyonatga, bo'libmi, ular Amonga qilingan xiyonatga qarab turolmayman. Bu ishda men sen bilan o'xshash fikrda. Birisi Amonga xiyonat qilibdimi? Shundoq. Sen uni tunaysan. Hatto qancha qatimlab Amonga xiyonat qilganini ko'rgansan. Kim ekanligini bildim. Podshoh Amon o'tapni da'vatsan, shundaqmi? Ikkimiz bir qancha qatim uning Amonga xiyonat qilganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Qo'limizda nima ish keladi? U degan bir podshoh. Bizning sukut qilmoqdan boshqa amalimiz yo'q. Koshki hurmatsizlik bilan bo'ldi qilgan bo'lsa mayli, ammo Amonga qarshi harakat qilish va Amonga ishonganlarni yo'qotib etishni planlayotdi. Ilohlarning bizga ich og'risi. Agar bu ish rost bo'lsa, nihoyat cho'ng urush yuz berdi va bu urushda minglarcha kishilar o'ladi. Sen bu xil vaziyatda to'sib ulug' Amonni va ibodatxonasini qutqizolgudek bo'lsang, buni qilamding. Shubhasiz. Ammo urushni oldini olish sen bilan mening ishim emas. Amon va Amon o'tapning bir-birlari bilan urushishni to'siy olmaymiz. Ammo urush farmonining chiqishini to'siy olamiz. Niyatingni aniq so'zlab berib boqamsan. Biz Amon o'tapning urush qilish to'g'risidagi qarorini qanday to'siy olamiz? Qani deb boqqina. Mening zehnim chulg'ib olgan ishmonim shu. Men bir plan tuzayli deb yanıga keldim. Planmi? Masalan, qanday bir plan? Amon bilan urushmayli deb Amon o'tapning og'zini tutib olishim kerakmi? Bunday qilish mumkin emas. Ammo og'zni mangulik itib etalaymiz. Ilohlar qasab qilmanki, shunday qila olamiz. Sarang bo'ldingmi? Og'zini yum. Nima da'vatqiningni o'zing bilamsan. Elishib qoldingmi? Ezib qoldingmi yoki jiningdan to'ydingmi? Sen Amonning yo'qilishiga va Tapskentning olat bo'lishiga to'sqinlik qila oladiganligingni so'zlamedingmi? Bu bir taraf qilishning chorasi emas. Amon o'tapning o'zi yarim iloh. Uni o'ldirish mumkin emas. Yo'q. Amon o'tap yarim iloh emas. Agar iloh bo'lgan bo'lsa, Amonga va uning muqaddas ibodatxonasiga qarshi urush qilmaydi. Undaq bo'lsa, avval men bir o'ylanib olay. Avval plan tuzmay turib harakat qilmaymiz. Shuncha ko'p muhofizatchisi va shuncha ko'p askarlar bilan shundoq yaxshi qo'g'dilgan podshoh Amon o'tapni qandoqsiga shuncha oson o'tira olamiz? O intayin oson. Bizga bir necha tomchi zar yetadi. Buni ne askar bilsin, ne muhofizatchilar. Men hech qanday bir ilohga qarshi chiqamayman. Gapimni tushundingmi? So'zlaringga qaraganda, Amon o'tab iloh bo'lsa bu xil ahvolda gunohi texmi eg'ir. Menimcha butun ilohlar va Tapskentdagi minglarcha kishining o'lgundan bir ilohning o'lgani yaxshi. Tushundingmi? Bundaq bo'lganda texmi yaxshi bo'ladi. Men qara. Biz texmi yaxshi o'yinib boqaylik. Cho'qim o'yinib boqishimiz kerak. Aldırgan ishqi şeytan arılışıdı, bunu bilemsen.
Ammo vaqt intayin qis. Ata Amonutep ibodatxona hujum boshlasa, qandoq qilamiz? Qandoq bir fojiaga sabab bo'lganini bilamsan? Shundaqdimi? Ertaga vaqtimiz bor. Bir kecha o'ylanib baqaylik bo'lamdi. Ata yana kelaman. Sen men bilan birlashmasang, o'zim yolg'iz bu fojianing oldini olmoqchiman. Sen herkes ününü çıkarma. Sıkıştıp oltarsan, muş yeterlik. Ben gittim. Mersinimiz gitmemizse qanday qilamiz? İlahning o'g'li bo'lgan podshoh bu ahvolni bilsa qanday qilamiz? Agar g'alaba qilsak, Putifar va Misrdagi qo'mondonlar bizni tirik qo'yami? Ayolimiz bilan baldirimizni holi nima bo'lar? Abu biz o'z yolg'iz harakat qilib, keyin meni o'tirg'ich qilib qo'ysa qanday qilaman? Bilmadim. Qanday qilaman? Qanday qilishimni zodi bilamadim. Faqat bilamadim. Inaros! Inaros! Chima! Nima gaping bor? Podshoh Amonutep sharob ichmoqchi ekan. Baş üstüge. Baş üstüge. Bana hazırla. Yüzarsı faziletleri. Putifar hazırının özde siz bilen görüşmendeydi. Ne bo'ldi? Bu Potifarning meni tunji qitim chaqirchi bo'lmasa ya. Siz bilan Zulayxa o'tirishgan vaqtdan keyingi tunji qitim chaqirchi. Bu bir muhim masala bo'lish kerak. Endi chiqmanglar. Men ulug' Allohning yordami bilan hech kimni qo'rqmayman. Sana o gündeki işlerini unutup gel. Hiç kimge demegenmidim. Yuzarsif nakes emas. O'zini sizga qarzdor deb bilib, har vaqt sizning manfaatingizni o'ylaydi. Zati dedingmi, demedingmi? Men bu ishlarni hech kimga demadim. Amsi bu ish qandoqsiga butun shaharga pur ketdi. Shu voqea bo'lgan vaqtda mendan boshqalarım bor edi. Bahani izlayotganligingni bilaman. Sana qanday qilish kerakligini bilaman. Seni hem do'st, hem düşman sifatida ko'ryapman. Menmi ojizman. Bu saroy cho'ngligiga va hashamatligiga qaramasdan menga qorong'u tar bilinyapti. Xotinlarning bitmas tugmas hiylilari va saroydagilarning fitna basatlariga chidag'uvchiligim qolmadi. Zulayxa mendan seni zindonga tashlashimni talab qildi. Aras, sen bunu nima deysan? Qaraganda u menga yaxshilik qildi. Nima demoqchi ekanligimni tushunmadim. Zindonga tashlanishim yomon niyatliklarning azobini ojizlashtirdi. Hamda Zulayxa xonimning unutib ketishiga zamin hozirlaydi. Yana kahillarimiz sizni mendek bir kelgundi bilan o'xshash fikrda bo'ldi deb ayblamaydi. Menmi Misrlik ayollarning to'zoqlaridan qutulaman. Zindonni erkinlik deb talavatım sen. Zindonni hech kim yoqtirmaydi. Ammo boshqa chora yo'q. Shu topda zindon birdan bir chora. Ben hazır Amonutep'nin sarayı barman. Sen to'g'riroq, keyinroq qaror chiqaraman. Arvamni tayyorlasin, ularga ayt.
Tonim bo'ldi. Chiroying totirib ketibdi-ku. Biz Enarosqa nima bo'pti? Ichish yo'q podshohim. Yana bir piyoramchiligi bor. Siz tamoqingizni yeyavering. Qanday? Ya, to'xtab tursin oliylar. Bu tamoqni yeymizlar. Bu tamoqda zahar bor. Sayın, zahar mening tamog'imda emas, siz sharobingda. Sesle! Buyurun alileri. Bu eski hainini tutunla! Ben hiç çıkmadım. Ben günahsız. Benim günahsız. Ben günahsız. Toxtanglar! Nemish bo'g'inni menga so'zlanglar. Bu hain sizni o'ldirmoqchi bo'lib sharobingizni zahar qo'shdi. Yolg'on so'zlayotdi alileri. Sharoblarga qo'yish uchun zaharni umang bergan. Bo'ldi qil. Sen sharobingni ich. Sen tamog'ingni ye, bo'lmasa men sening bosh so'nginglarda sharob ichaman. Ben şaraplarga zahar qo'ymadim alileri. Unutun xotirjam bo'lsinlar. Menga ishonsizlar. Navasanda qani yap baqa. Ta'min etib baq. Hammasini ye. Ko'rdingmi? Enariq sharobini qandoq ichdi? Qani ye. Alileri, ben hata qildim. Ezibdim. Meni kechiring alileri. İlahlarning haqqi hurmat uchun meni afv qiling. Meni kechiring alileri. Etmanglar bularni. Yo'q alileri. Meni kechiring. Afv qiling. Shoyim. Siz bir narsasizlar yo'q. Alileri. Bizga val bo'ldi. Xiyonat. O'z sarimizda bizga suiqasd qilinyotdi. Qalsini ilinglar. Xiyonat qilganning jazosini tetsin. Alilerning buyrug'iga itoat qilamiz. Ammo voz kechishlarini talab qilaman. Voz kechamdi men. Sen ularga fursat bermoqchimi? Yo'q alileri. Bir oz cho'qirlab tekshirib boqayli deyman. Birlik planlaguchilarni aniqlig'icha savr qilishlarini umid qilaman. Alileri, ular chuqur bir yerdan buyruq olgan gap. Bu o'z oldi qilolg'idek ish emas. Ularni o'zim bevosita so'roq qildim. Bo'ladi amsa, voqeani aniqlab, ona xabarni beringlar.
so'zlab beqinglar, vaqa qanday yuz berdi? Aval, sen sözle, Apopes. Kimler padişah ve ailesinin damıqığı zəhər selişini talep kıldı? Hech kim. O'zim bu ishni qilishni qaror qilgan edim. Nemişqa? Padişah Amonotep sana nemi kıldı? Amonotepning sizga Amon va ibodatxonalarga hujum qilish buyrug'ini berganligini olganligim uchun shunday qildim, efendim. Kechiring meni. Men shunday qilishga majbur bo'lib qoldim. Meni kechiring. Anladın mı? Degine kimden aldın? Hech kimdan olmadim. O'zim oldim. Shunday, o'zim oldim. Ishni keyin turib olgan edim. Yalgan sözləvatsa, mən hiç kim anlap qalmıson deb atayın kişinin keyniga qaragan edim. Rastını kiyerek etidgan oxşaysa. Sen sözləp baqa. Mən hiç nimeni bilmeyim. Qaysı günü Apopis bana Amonotep ve sizin Amon ve Teps kentini yo'qotmoqchi bo'lganligingizni aytib berdi. U podshohning sharobiga zahar selishimni tavsiya qildi. Ammo men sanmadim. Sizmi ko'rdingiz? Zaharni sizga topshirib berdim. Buni siz bilasiz. Boshqa bir asya sizlar bilan aloqa qilmadim, ha? Yoki Apopis bilan aloqalashgan birasini ko'rdingmi? Yo'q. Ko'rmadim. Men Apopisdan boshqa hech kimni ko'rmadim. Ularni mush yerda topa olishimiz mumkin. Hech kimga to'ydirmay, ularni Zavir zindanlığı taşlanma. Canlanma.